Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi va taomni suyib xohlab tursalarda o'zlari yemasdan miskin, yetim va asirlarni taomlantirurlar. Albatta biz sizlarni faqat Allohning roziligi uchun taomlantiramiz. Buning evaziga sizlardan mukofot yoki tashakkur xohlamaymiz. G'azo xalqining ustidan urush olovini o'chirgan Allohga hamdlar bo'lsin. Bugun 2025-yil 18-oktyabr shanba kuni. Bugun Saxovatli qo'llar tashkiloti sifatida taom ulashish loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Saxovatli qo'llar tashkiloti sifatida 2 yil davomida urush boshlangan ilk kundanoq G'azo ahlining yonida bo'lib, doimo og'ir sharoitda yashayotgan, qamalda qolgan va azob chekayotgan aholini qo'llab-quvvatlab keldik. Bugun urush tugaganidan keyin ham aholilar uchun taom ulashish loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Bugun bosqinchilar tomonidan vayron qilingan, ammo aholisi qayta yashay boshlagan hududlarga issiq taom tayyorlab ulashmoqdamiz. Bu yerdan turib Saxovatli qo'llar xayriya tashkilotidagi birodarlarimizga G'azo xalqining yonida doimiy va uzluksiz turganlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ushbu faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi manzillar orqali biz bilan aloqa qiling. Agar moddiy yordam berishga qurbingiz yetmasa, faoliyatlarimizni kengroq tarqating. Videolarimizning ostiga izoh qoldiring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kim bir yaxshilikka birovni dalolat qilsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati. معلم